Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Behramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut şirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. 31. bab. Xo'sh, shunchalik ishqima uylanmoqchi bo'ldingmi? Xo'jayin meyqida masxarlik qildi. Bilib qo'y. So'rgar bo'lmoqchi bo'lgan odam yolg'onni rostdek o'qishta oladigan, usta aldamchi, yolg'onchi, yuzi qalin, ushuq, mutham, jahonni to'pon besib ketsa, u ish qilolmaydigan beg'am, haq-nohaq, yaxshi-yomonni ancha zig'irlab ketmaydigan xarakterlarni o'zida to'liq yetildirish kerak. Undoq deganingiz bilan qarz egalari pulimni berib tursa, ey, menda issiq jamba, olsang jinimni ol deb turib. Nimaga qo'rqatdan? Ular oldini to'sib, kaningni siqib, paloqlab, qo'g'lab, oxiri zerikidi. Xo'jang toqir beshini silab qo'ydi. Arz qilib so'nitmasa, texi yaxshi. Qarzning hammasi ko'tarilib ketadi. Sen 4-5 kun yetib chiqsa, texi ular to'g'ri go'shi, kavob, go'shnallarni ko'tarib kelib, sana yolvurdi. Sen ana, mana deb yo'lga selaversa. Eg'izdi demek oson. Dedi Xolmat qorim zaif yengirab. Amaliyotda qilmoq tez. Ey, sen xanzotilig'in nimancha usta? Xo'jang tamak tutashtirdi. Nafs o'qiganmisan? Beliqut xazinasi. Yo'q. Kichik vaqtimdan boshlab mahallamizdagi xanzo bolalar bilan birga o'ynab o'rganib qoldi. Qisqasi, xanzolarning eng nozik, kichik tillargacha bilaman. Necha yosh kirdi? 32 yoshga. Texi yoshkansa. Xo'jang qo'l yog'lig'ida taqir beshi bilan burun uchtirni surtdi. Ahvoldan qaraganda men deganda qilolmaydigan o'xshaysa. Bütün qarzlaringni bir yo'lga to'laydigan bir ovqat bor. Nima qilamsa? Qotillik, bulonchilikdan boshqa ish bo'lsa, qilma. Ondaqda seni jinsanjolga yetkazma. Qo'rqamsa? Siz qilsangiz nimadan qo'rqatdi? Ems qara. Xo'jam pulni kuldi. Yig'ikondagi avo kichik bolalarning tepkichidek saqilingni ilaver. Ko'zimga zardan sig'madi. Bo'ladi. Birodarlarim shundoq degan. Xolmat qorin qizib ketdi. Endi sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Ismim Xo'jam. Xo'jayin desam bo'ladi. Xo'aka deb chaqirsang mayli. Xo'jang bilan Xolmat ertasi atiganda kunning aerodromidan aeroplanga o'tirib 1 soat 20 minut atrofida uchib Röyli aerodromiga tushdi. Röyli shahrini o'rmon shahri desa laf bo'lmaydi. Bütün shahardagi bino, zavod, korxona, haybatlik shirkat binolari xilma-xil dal-daraxt ichiga ko'milib qolgan edi. Shinyangda tashdek, qochlarga ichiladigan o'zmi yupurmoqlik modangul bu yerda daraxt bo'lib, yo'lning ikki qosnig'ini o't qoshdek qizartib, uchidan tortib to'yigacha qip-qizil gullar qoplab ketgan edi. Uning oldidagi tash ko'kirib turgan gullarning yupurmoqlari xuddi maydon maylagandek parqirab turardi. Xo'jang bilan Xolmat qorin Röyli shaharlik soqchixonaga kirib, munosabatlik xodim va mas'ullar bilan ko'rishdi. Lekin ularning tilini qorin tushunmadi. Xo'jang Xolmat qorinni ko'rsatib, "Nimalandir" dedi. Ishqilib, u yo'l xiti kestirgan edi. Xo'jang soqchixonadan chiqibla taksi to'xtatdi. O şoförga nimalandir shivirlishi. Uni chatoq yo'q degandek beshini gildinglatdi. Ular taksiga tushib, oltin uchburchak chevrisi bo'lgan Röyli daryo bo'yiga yurib ketdi. Xo'jang mashinaga chiqibla soatiga qaradi.
şoförge iňişip. Ustar, tezrek mansınız. Körükte nöbetçilik kılayotgan bir ağynam bar edi. İşten düşüp ketse, körşenmey kalıver, dedi. Şoförmü beşini lıngıştıp maşinning söretini tezletdi. Taksi uçqandek mangan siri. Onun çaqlari Xolmat Qorimning yuragi ustida mengayotgandek jeni sirqiraydi. Xuddi bir kim uni qo'lini ko'tar deyotgandek. Qalpoqlari mitildab, qo'llari titraydi. Daryo ko'rigida xil qattiq tekshirdiganda Xolmat Qorimning ovozi titrab chiqdi. Chatoqqa chiqmas. Çataq çıkış çıkmaslık, Reyli Sakçıxanasının yol xetiga bağlıq, dedi Xo'jang pes avazda. Sakçıxandagilar bilan ko'rikda tekshirdiganlarning ko'p hollarda tili bir bo'ladi. Onun ustiga Reyli shahrining o'ziga xos tuzum nizomlar bor. U yoqdan bu yoqqa o'tib turadiganlar bormi? Bor. Әпкешлerde yoğun sebeplerini götürüldüğün yerlik ahaliler, dehqonlar, bakmaçılar, sayköktat, toxu, tuxum, doğruluk ösümlük degandek narsalarni bu yoqqa setib, turmush lozimatliklari ep qaytishidi. Ammo ularni qattiq tekshirildi. Shundaqdimi xilma-xil usullarda xiroin o'tkazdiganlar bor. Xiroinni boshqa yerlardan o'tkazamda? Albatta. Reyli daryosi Jungoning ko'p chimillarni besib o'tdi. Ya'ni kelib, bir ikki qadam orliqdagi odamni ko'rgil bo'lmaydigan dahshatlik o'rmonlar. Itning tukida qalin chatqonlar bor. Xiroin o'tkazdiganlar kechalari motorli qulvoq bilan yoki qo'mush ishlab suning tegidan o'tdi. Jungo saqchilari bilan to'qnashib qolgan taqdirda qurolliq to'qinish yuz beradi-mi? Reylining o'z oldiga yerlik tuzum nizomlarini qanday tushunishga bo'ldi? Buningga men aniq birdan deyolmayman. Faraz qilishimcha, osh tarafdan bu yoqqa o'tadigan yerlik aholilarga e'tibor qilish siyosatlari o'xshaydi. Xo'jangning chiroyidan bildiganlarini yo'shirayotganligi chiqib turadi. Xolmat Qorim uning ko'rikda chatoq chiqish-chiqmaslik Reyli Sakçıxanasının yo'l xetiga bog'liq deganida xilli cho'nqur ma'noning borligini his qildi. Taksining oldida ko'rik ko'rindi. Xo'jang kep qoldi deb oldini ishora qildi. Xolmat Qorim mashinaning elektronlik saytiga qarab turg'achqimi? Ichida 2 soatlik yo'l kerak deb o'yladi. Ular taksidan tushib ko'rikning yanidagi boshqaruv, tekshirish, tizimlash o'rniga kirdi. Ustalda semiz, qo'rsoq sog'an, ko'kish chechining usti taksi qirqilgan, yuzi ushqirliq 45 yoshlardagi bir odam kerilib o'tiradi. Xo'jang oldirab kelib, uning bilan qadiy masalada ko'rishmoqchi bo'ldi-yu. Lekin xudqazin boshliq ko'zini yalt-yult o'ynishi. Xo'jang pastkarga tushib, atrofiga qarab qo'ydi. Ondan ular ba'zida ullik, ba'zida past ovozda nimadandir deyishdi. Xo'jang boshliqqa o'zi dalda bo'lgan holda so'mkidan gazetga o'rilgan kallak bir narsani ustalga qo'ydi-da. Uning qasqon shapkasining ostiga tiqivatdi. Xolmat Qorim Reyli Sakçıxanasini tortib, ko'rik boshqarish, tekshirish, tizimlash o'rniga Xo'jangning o'z odamlari borligini his qildi. Xo'jang bilan Xolmat Qorim daryo ko'rigidan o'tibla kira qilgan bir minibusga tushdi. Kira qilgan bundoq minibus 3 chaqliq motosikletlar nagan-naganda bir kelib turadi. Xolmat Qorim atrofdagi manzaralarga qarab og'zi echilib qoldi. Sörtilgan chinidek ko'p-ko'k pokiz osmon. Tögü lokallardek cho'xchaygan yop-yeshil tog'lar. Bo'g'ma yilondek to'lg'ishib ketgan daraxtlar. Bir tal yupurniqi bir o'ni yepvog'idek o'simliklar. Büyük o'rmon ichiga selingan bambuk ko'tarma uylar. Qisqasi, oltin uchburjakka ishkirlab kirgan siri uchrayotgan xilma-xil manzara, ko'rinishlar rivoyatlarda tasvirlangan sirliq bog'larni esga soladi. Minibus kanit aholilarga kirgan siri
Xolmat qarının yüreki ağzıga tıkıldı. Çünkü 13-14 yaştan başlap 30 yaşgacha bo'lgan odamlarning hammasida qo'ral bor edi. Yangsiz ko'nglik, osma mayka, hatto kalti ishdan kiygan qizg'ush badallik bolalar chig'ida mirisiga to'mir pirkalatli qisqa dastalik avtomatlarni esib olgan edi. Kechga yaqin ular ibtidoiy daraxtlar bilan qoplangan bir ko'jim kanatga kirib keldi. Atrof butunlay yog'och materiallardan yasalgan va qizg'ush sirlangan 2-3 qavatlik binolar, bambuk tochilar, xuddi qush uvisidek nafis, chaqqong'ini uylar bilan qo'rshilib turardi. Xo'jam atrofida ihot qilingan tomlarimi yo'q. O'chishliqdagi hayvatlik bir qizg'ush binoga elib keldi. Bino atrofida olichpor yechil forma kiygan qurolliqlar qadamda bir post turardi. Ularning qo'llarida so'zlashish aparatlari bor edi. Bu chog'da ikkinchi qavatga tutashgan uzun ham ikki palampay ustida egiz, o'ruq bir odam paydo bo'ldi-da, asta pastlab tushishga boshladi. Uning nefis oq shoyidan tikilgan yosimoni tambani, yoqsiz kam ko'ngligi shamol chiqmasimi lepirlab turardi. U yaqin kelgan sari Xolmat qorim uning toqir so'yma beshiga, ushluq eg'iga, qing'inoqdek agir burniga, enchki qop-qora bo'yniga va yuzidagi uzun qisqa qo'riqlarga qarab 50 yoshlardan oshgan odamkan deb o'yladi. Xo'p, birodar. Aman esanlikda. So'yinbosh qeri ikki olqinni jo'plishi. Xo'jammo olqinni jo'plab tumishqiga ekardi. Ajab, kamdidor bo'lib ketdik-ku. Men Tanrı xeridan ranjib qoldikmi ya? Oy, yo'qsa, haddim emas. Xo'jam jo'plaklik olqinni silkib, qancha qatim ta'zim qilayotganini bilmay qoldi. Biz tarafdan vaziyati sal chiqib ketib, o'likara kekirishdan qo'rqib qoldik. Ular palampaydan chiqib ketayotganda Tanrı Xolmatga sangoyan qarab, o'zining Malayziya tili bilan bir nimalarni degan edi. Xo'jammo osh til bilan kuchlanib, kulib, qo'rilib olqinni yana jupladi. Xolmat qorim Tanrı xeyrining chiroyidan bu notunish kelgundini nemishqi bundoq yerlarga akilib yurasan degan ifodani ko'rgandek bo'ldi. Ular palampay ustiga chiqish bilan 24-25 yoshlardagi qora qumchoq bir qiz yugurib kelgancha dadisini qo'ltiqlab oldi. U garchi dadisiga Malayziya tili bo'yicha gap qilgan bo'lsa-mu, ammo so'zlagan vaqtidagi chiroyli ko'zlarini o'ynatib, qop-qora inchki qoshlarini etib, shundoq to'lg'an ko'ksini silkib kulishlarida uning sho'x, tetik va sho'lliqligi bilinib turardi. Tan xo'jayin ularni bir qanchilg'an qizil tuyruklar qad ko'targan nihoyat keng, ozoda mehmonxonaga boshladi. Mehmonxonaning o'tirsiga nafs ishlangan ko'p va yog'och to'nlarda o'stirilgan bir-biridan g'alita, xushpuroq va rangdor gullar chambar shaklli qo'yilgan. O'tirda qizil pokalliq bir jup turnining yog'och haykali bor edi. Bu turnilar go'yo helili qanot qeqib uchib ketadigandek tuyg'u beradi. Xolmat qorim qip-qizil tuyruklarga yomishib olgan bo'g'mi yila, ajdaho, qiqinuslarning o'yma haykallarini, shundoqla butdek surlik qorovullarni ko'rib, aynangimdan g'urtda yutindi. Demasimi, uning tenini sur bosgan edi. Tan xo'jayin ularni tomoq shirasiga boshladi va bambuk chiviqidan to'qilgan o'rindiqlarga taklif qildi. Shira usti Jumboning qadimki zaman chenoqlariga dovlangan apelsin, banan, ananas, yana qandaqdir Xolmat qorim ko'ribmi baxmagan mevalar bilan to'lgan edi. Tan xo'jayin bilan xo'jang o'zlarining tillarida nimalardir deyishmoqda edi. Ammo bayatdan beri Xolmat qorimga bir necha ko'z tashlagan qora qumchoq qiz uning qishida o'ltirib olib, apelsin, banan suyib bermoqda edi. Demisimi, uning ko'zi belakchili chiroyli, nur yig'ib turardi. Qizim Soba,
dedi Tang xo'jayin Hanzo tilida. Geç bo'p qoldi. Mehmonni birer hujraga boshla. Aramasın. Ma'qul dada. Qizmo Hanzo tilida so'zladi. Bu chaqda Xolmatmi o'rnidan turib bo'lgan edi. Yurma. Men sizning qo'rsqingizni to'yg'izib, yataq o'rlashtirib qo'yay. Suma Xolmatni bakmi havoliq hujraga o'rlashtirdi. Kang derazalardan tögü lokullardek çoğçaygan yeşil tağlar azimlanıp turardı. Bu binanın etrafı uçuqçılık bulup, gül tekçilleri, kadimi daraxtlardan esilip turgan ilan güçler. Şundaqla harbiylarning çenetiş əsləhələr bilan məşq meydanlarımı var idi. Teqi qoyuq ormanlar içidən qandaqdır g'aliti bina və ıslaşqan egiz turxullar ko'rinib turardı. Siz Hanzo tilini bildikansiz-a? Xolmatning birinchi qatim zuvoni ichirdi. Teqi ravon yaxshi so'zlaydikansiz. Mening onam Hanzo. Sumaning mijozi tuzli edi. U dadamning 3-chi xotini. Mening Dodibir ona bo'lak 2 akam bor edi. Jungo chegarasida o'ldi. O'ldi? Xolmatning ko'zlari chekchaydi. Nemish qanday? Xiroyini yetkaganda Jungo saqchilari bilan to'qinishib qilib etibatdi. Suma bambuk o'rindiqdan lekkida turdi. Ras, qo'sqingiz ochganda nima deysiz? Mama, kampan, chilg'an say bo'lsa bo'ladi. Eshib ko'rmichi? Yo'q. Ko'ngliga shak kelgan qorin darhollik qo'llarini shiltadi. Men go'sht yemayman. Amsa Jungoliklar et, mushuk, chashqon go'shtlarini yeydi ekan-ku. Ularning hammasi yemaydi, qismanlari. Lekin men Hanzo emas, Uyg'ur. Uyg'ur degan nima u? Millat. Jungodagi 56 millatning biri. Ular nerede yashaydi? Xinjiangda. Xinjiang degan qayerda? Jungoning g'arbida. U yerda chiroyliqmi? Jannatdan a. Rasma? Har qanday odam vatandan ayrilib, yoqi yerlarda yurganda vatan muhabbati va vatanparvarlik g'ururi birdinli ko'tarilib ketadi. Mana shu turqidimi Xolmat qorin o'z diyorining tog' daryolari, yezi sahrolari, shirliq yer yemishlari, naqshi usullari qatorliq maqtamagan hech nimasi qolmadi. Shunchalik ma'murchilik yerda nimishqi go'sht yemaysizlar? Sumaning ko'zlari soddalik bilan mo'ldirlab turardi. To'liq ko'ktat, o'rnon go'sht yemsizlar? Siz xato tushunib qolmang, dedi Xolmat qorim o'ng'aysizlanib. Biz qo'y, kala, o'shka, to'xu, beliq, kaptar go'shtlarini yeymiz. Lekin boyisiz et, mushuk, chashqon, to'ng'iz go'shtlarini hargiz yemaymiz. To'ng'iz go'sht obdan-ku, uni nima qilmaysizlar? Dinimiz ravo ko'rmaydi. Chunki biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Suma Xolmat qorimga qiziqib qolgandek qiladi. U shu kuni kechdan boshlab Xolmat qorimning turmushidan xabar olg'ash mo'nishadigan bo'ldi. Ular odam qo'rqidek surlik o'rmonlar, o'nchilar chochirtib eqiyotgan so'psizlik daryo o'stan eqillari, afyun guli terilgan cheksiz etizlar, maymunlar charqirishib yurgan o'n quchoq yetkusiz ibtidoiy tuxumaklar, rangarang gul giyohlar echilib ketgan vodilarni aylanib gep tugamaydi. Sumaning ko'parak so'raydig'ini Uyg'urlarning o'rib odati, naqshi usullari edi. Xolmat qorim o'zi bilgan naqshlardan bir nechini aytib berib edi. Suma xo'shalligidan Xolmat qorimning bo'ynini quchoqlab oldi.
ko'nglikini teshib cho'qchaygan emchaklarning va miqqida to'lgan badanining o'z badaniga mahkam choplishidan bir qism bo'lib qolgan Xolmat qorim bu yillargacha qizarib ketdi. Ammo Soma qaqoqlab kulmoqda edi. "Yurma Soma. Mavi iqimning u tarafiga o'tib qolgandik", dedi Xolmat quyuq ichilib ketgan gullarni ko'rsatib. "Qarana, 5 chiroylikka. Bo'lmaydi, o'lsak bizni tutib ep ketadi." "Voy, kimlar tutib oladi?" "Ulug' jamoatidagilar." "Ulug' jamoatidagilar?" Shundoq. Oltin ishpirjakda Tong, Long, Ma, Sav qatorliq bir qancha jamoat bor. Ularning o'z oldiga hokimiyati, tizimi, jamoat o'rib odati, territoriyasi, qo'shini bor. Mundaqda. Xolmat qorim bilan Soma 3 kundan beri tamoqda, mo'ngishda, o'yin tomoshida billa. Biroq xo'jang uni bir qatimmi yo'qlab qo'ymadi. Faqat 4-kuni kechda u Xolmat qorimning yotgan hujrasiga kirib keldi. Tam turistlarga qarab, hujra ichini aylandi. Ondan Xolmatga lappida qaradi. "Xolmat, Somaning tavuzi qizil chiqibdimi?" Xo'jang endi hijaydi. "Yomon nima ekansan jiba? Kelakanmay, Somani o'zingga egib olding, ha?" Bu xo'jayin, bu nima deganingiz? Daymina. Ikkinglar gash o'ynab yurgandan keyin shundoq demay nima deyman? Voy, to'g'ridami xo'jayin? Bu degan javobgarlik bor ish tursa, uni ustiga men ketadigan odam tursam. Vaqtda men bilan ketolmaydigan bo'ldim. Nimishqa? Maliyatga emas. Tasodifiy jungo soqchilari bilan tutishib qolsak, o'lish, yarilish bo'lmaydi, degan bo'lmaydi. Amsa qachon kirasiz? 10 kun ichida kelib, seni ep ketimi. İkisining o'rtasida bo'lingan gap shu bo'ldi. 10 kunga o'tib ketdi. Lekin xo'jang kelmadi. Birer muhim ish chiqib qolgan chog'i. Bir kuni kela deb santiga olmagan Xolmat Soma nega boshlasa ketaveradi. Bir kuni ular tong qasrdan xilili uzab, avrishim sumbollar bilan qoplangan xilvat bir ko'kil maydonlik yerga kelishdi. Ham tugamas mo'ng'irni boshladi. Birdamla vaqt tushib qolgan edi. Soma so'ngisidan bolka, to'xu go'shi, pishirilgan tuxumlarni elib gezit ustiga qo'ydi. Ondan bir botolka viskini so'mkadan sug'urib oldi. Ikki so'lyov istikanga qo'yib, birini Xolmatga tutqizdi. Viskining purqidan seskangan Xolmat qorim istikanni yerga qo'ydi. "Qani, ikkimizning tanishganligimiz hem dostluğumuz için kötüreyli." Soma romkisini kötürüp Xolmat qorimga tanıdı. "Qani eline?" "Soma, kechiring. Men bir musulmon, araqsin bo'lmaydi." "Voy, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi deyverdi ekansiz." Soma rostilla xafa bo'lgan edi. Bu degan to'ng'izgishi bo'lmasa, ochliqdan, meyveden yasalgan narsadan qo'rqadi ekansiz. Ilma? Ras. Biz oqaroq ichsak bo'lmaydi. Bu oqaroq emas, viski. Qarama, sarg'ish to'g'imni. Viski? Saddiq qori chasi botulkani qo'liga ilib purab baqdi. Oqaroqdek turmaydi-ku. Shundaqmi? Voy, elime bu ne? Soma istikanni onun qo'liga tutqizib qo'ydi. "Endi do'stligimiz uchun ko'tirayli." Soma Xolmatning qo'lidagi istikanga urishtirib ichiverdi. Lekin qorim yana tutib turardi. Somaning birdilla ochiq tutdi. "Endi mushulani?" Soma to'g'u go'shini qo'liga oldi. "Hammani so'g'aytib etib,
Andın bırakla ada juda bulup ketime. Oy, bo'ldi. Xafa bo'lma, ichay. Qarim ichida bismillah deb ichiverdi. Bah. Acayip qırtaq bir mümkünə. Bir yerleri pener yığıp buraydı ki. Suma tohumun bir paçkını yerip elip Xolmatga berdi. Qaqaqlab kulib etdi. 2-3 qatim ishpicha neji qilgan Xolmat oxirida o'zi qizib qoldi. Yerim botolka viski qolganda ular o'zlarini o'tloqqa tashlab etdi. Xolmat qarimning bilikiga beshini qo'yib olgan Suma ko'k osmonga qarab birdan yotdi. Ondan yong'i o'rildi-da. O'ng qo'lida qarimning ko'nglining tugmallarini bir-birlab yechdi. Orqadan o'zining ko'pisining lata to'pchilarini to'shkidan chiqarib yetishi. Döptügülek bir jup köksi leppidi yong'i tashlandi. Xolmat qarim ko'krikini silavatgan yumshoq alqonlar lazzatidan bearam bo'lmoqda edi. Bu sirliq alqonlar bargan siri pastlab kendikining ostiga tushishi zodili taqat qilolmadi. Omo yong'i o'rilib, nozik va siliq ballardan qamallab o'ziga tortdi. Qizning sinopdek titrab turgan yumran bir jup ko'ksini ko'krigiga bosdi. Arqadınlar Suma qiz o'zining tili bo'yicha nemidandir ingab bo'shqini to'g'rilib etdi. Suma atsi Xolmatni Long jamiyatining oti bo'g'isi ajdodlariga atab qilmoqchi bo'lgan nazarsiga apadi. Long jamiyatining taklifiga asosan Tang jamiyatidan Tangrungu uning 3-ayoli. Yana askar boshliqlaridan bir qanchasi bor. Suma Xolmatga milliy an'ana kiyimlarini, posmonlarni kiydirgachga faqatli chanmadi. Biroq ular ota-onasidan o'zini qochirib, chatarak bir yerda turdi. Xolmat nazarga toliq hech narsani bilmadi. Bir necha jamiyatdan kelgan nurg'ulg'an odamda o't bosgan keng yalang'liqda yig'ilgan edi. Milliychi kiyimlarni kiygan har qaysi jamiyat kattalari, askar boshliqlari, oqsoqollar Mötüverler en oldida o'rindiqlarda o'tirishib, shiraga tizilgan nozu ne'matlardan ancha-muncha ep qo'yishatdi. Qolgan avon xalq ularning orliqlarida to'p-to'p o'ri turardi. O'rmonning har qaysi joylariga, yalang'liq o'tliqlarga shadda siriq dallar qo'yilgan bo'lib, ulardan ko'tarilgan quyuq is atrofga taralmoqda edi. Beshidan tortib put uchigacha rangarang lata hem purushlar chigilgan er ayol pirxon baxshilar nemidandir jarangtib kelib, putlarni kerib, olchanlab sakrashadi. Qo'rqinchli bo'g'iq ovozda hurkirishatdi. Bir chog'dalar o'tloqlarda o'tirishgan avom o'rnidan turib ketishdi. Bo'yinlarini so'zib qarashdi. Chambarchas bog'langan bir odam bilan bir suv kalisini bir qanchilgan qurolliq soqchilar yolab ep kelishdi. Bağlanğan adam qip-yalamash bo'lib, faqat oldi bilan orqasini bir parcha avrat latışı yepib turardi. Qo'rqinidan g'al-g'al titrayotgan Xolmat Sumadan shivirlabqini so'radi. Bağlanğan adamni nima qiladi? Ota bo'g'isidan madad tilab qon qiladi? O'ltiranda? Chapidi? O nima gunoh qilgan? O günahsız, fakat görevli koyulgan. Bazı heroin sodgarları heroinin nesiga elib, birer adamını görevli koyup mühlet belgilaydi. Sodgar belgilangan mühleti kelmese, görevli koyulgan adamı kurbanlık kılındı. Vay, emse kalıcı. Görevli koyuç adamını öldürüldüğün vakitte ülgürüp kep kalsa, nazir ilahqa atılıp boğaşqa qan qımısı bulmaydı. Şuna kalı çepildi. Qarang, ulan nemiş qıvatıdı? Çepildiğin adamga araq çechib paklavatıdı. Xolmat çepildiğin adamның ikki tarafida yalang'ochlanib turgan yavu buqidek ikki odamga qarab yuragi sarqirab ketdi.
maydasidagi qop-qora chupurlar kigizishib ketgan bu yirtqichlar qo'ldagi jadu tig'idek kang bisliq qilichini ikki yuzini aroq bilan surtib o'tadi. Suma, biz ketayli, dedi chiroyda qon didori qolmagan Xolmat. Siz ketmasangiz, men ketaman. Menimmi ko'rgim yo'q. Burun bir qatim ko'rib, bir oygacha uxlamagan edim. Qandoqmi chidaydigansiz? Qilishni birli urib bo'ynin uzrasiga o'lgicha ancha qiynalman dekin deyman. Lekin ular odamni dumba, mayda, qo'l, ballariga urib, tilim qilib etadi. Qilishni har urganda qon necha quloq yerga chachirab turdi. Xolmat atsi qizib yetib qoldi. Uning qalpoqlariga tutashli qo'rqoq chiqib ketgan edi. Rasketni qilganda uning ko'ngli qandoqdir kelish oldi turgan xavfni sezib qolgandek qiladi. O, xo'jang meni go'riga qo'yganmidi deyishdan qo'rqadi. Hatto o'ylashga jur'at qilolmaydi. Xolmat kechidan ta hozirgacha uxlab qolsimi? Adnasi mugdab qolsimi? Ko'ziga qon ko'rinadigan bo'lib qoldi. Oltin uchburjak xronin ishlash koni bo'lg'ashqimi? Mudofiasi intayin ching bo'lib, odam turmoq quchar qanotlarni qonunsiz kirib chiqolmaydi degan gap eg'izdan eg'izga ko'chib yuradi. Elgo oltin uchburjakka har bir jamoatga tavallik chegirdan chiqishmi mumkin emas edi. Chunki qarovullar qatma-qat va qadamda bir degidek ko'p bo'lib, hamma yerda timiz qilib yurishadi. Xolmat ana shundoq betob bo'lib yotganida uning hujrasiga olichpor harbiy forma kiygan 3 odam kirib keldi. Ular to'liq qurollangan bo'lib, Xolmatning yollarini bir qur oqtirgandan keyin qo'ltiqlardan so'rab yer osti Gundixonning ayrim xonasiga tashladi. Temir halqiga qo'lib soldi. Shunda o o'zining go'riga qo'yilganligini, shundaqla vaqtning to'shib kelayotganligini musalladi. Kishmish o'zimdan millionlab ziyon tortib, shafoatchim deb o kimning beshini tutib soldi. Bir xiroin atkachisi seni jinsanjalga akirman desa, men degan ahli musulmon ziyonni deb iymonimni sotmayman demay, siz tursangiz nimadan qo'rqatdim deganni qara. Xudoya tova. 30 pari Qur'onni yod olgan bir qarim shunday qilib olsa, endi kimga ishongili bo'lsin? Xolmat 8 yoshidan 12 yoshigacha oxunimda o'qib, Kafiya, G'oshiya, Shamsiyadek oddiy so'ri kitoblarni tugatguncha uning tizlari qancha qatim yeg'ir bo'lib, qancha qatim qaqash tashlaganligini u o'zimi sanab berolmaydi. Xayriyat, o din ilmida savod chiqib, oq qorni farq etgidek bo'lgan 12 yoshda. Dadisi uni Abduqori Damullamga go'shi silining so'ngki mening deb opirib berdi. Abduqori Damullam 12 balani sijil 5 yil o'qitdi. Bu balalarning ichida Xolmat qatorliq 3 bala qorilik unvonini oladi. Darvaqa Xolmatning zehni o'tkir bola edi. Bir kuni Abduqori Damullam balalardan mulohizlik bir savol so'radi. Bir butparast sahoba, ahli musulmon sahobaga sizlar uni qilsak gunoh, buni qilsak yomon bo'ladi deydi ekansizlar. Sizlarning xudoyinglar bek zolim o'xshamamdi. Bek qo'rqin ekansizlar. Bizning xudoyimiz bek rahimdir. Biz undan hargiz qo'rqmaymiz debdi. Sizlarcha eliqi butparastga nima deb javob bersak, zuvon tutula. Balalar jimib ketdi. Birdilla Xolmat qo'lini ko'tarib, "Oxunom, ko'nglimga kelganini deb baqsam, ijozatmiki?" dedi. Qani so'zla o'g'lim. Alloh menga tushunish, sana so'zlaringning ro'shan bo'lishini ato qilsin. Menimcha, o'sha butparastning aytgani to'g'ri. Ular xudosini o'zlari yasab olishga qo'rqmaydi. Biroq Xudoyim bizni yasag'ashqa
Biz onundan qo'rqamiz, e'tiqod qilamiz. Balki hurmat bo'lgan ishlarni hargiz qilmaymiz. Yashab ket o'g'lim. Xudoyim umrini quyoşdek uzun qilsin. Gündixonning temig'i yo'linib o'tirgan Xolmat qorin yig'iladi. U yig'lamay kim yig'lasin? Abduqari Damollam Allohdan uningga quyoşdek uzun umr ato qilishni tilagan edi. Lekin u 32 yoshida bu rabatdan ketmoqchi. Yana kelib rasvoyi olam bo'lib Xudoning dargohiga bormoqchi. Bir la'nati imonsizning minglagan, millionlagan odamlarni zaharlashi uchun dasmoyi bo'lib berganni tongla mashhar kuni Xudoga nima deb tushundira? Xudo uni kechirami? Zinhor kechirmaydi. 30 pora Qur'ondagi so'rlarning ulug' ma'nolarini Allohning lafzini bilib turib, uningga muxolif ish qilgan odamni qandoqmi kechirib xazinasi. Xolmat umidlari to'zonga aylangan holda Gündixonning to'risiga tikilib, chegish xiyollar qaynimiga cho'kkan edi. Shundaqdimi, o'michik to'rdek to'limi ojiz, kichikkina bir ishonch uni hayot bilan bog'lab, jin chiroqdek ko'ngilning bir yerlarini villada yo'rtib turardi. U bo'lsa Suma edi. Elim yaxshi. Eliqi avrishim sumbulla qaplagan xilvat joyda Sumaning yelinib yalvurishlariga paylamay, agar kip ketishga imkon bo'lsa, siz bilan to'y qilay deb avliyodek oldin ko'rar chiqibdi. U chog'da Suma men dadamga deb uning amalini qildirib bermay degan edi. To'g'ri. Bu qatimki baloyi qazoga Suma ara turalishi mumkin. Cho'qon. Yo'q, muqarrar shunday qiladi. Tehe, menimi chepima deb turasiz-ku. Eliqi nimeti? Haras. Muhabbat degan narsa uchun o'zini qurbon qiladigan ahmoq qizlar ozmi? Shunga bir tal qizning ko'nglida bo'lsa, Xolmatning jinidan kecha. Xap xo'jam. Xap. Oyatli bo'lsam, bir qo'shiq qinimni ichib, bir tishlam go'shimni yemisam, odam bo'lmay ketay. Meni ko'p bo'lsa, 1,5 millionga, bo'lmasa 100 mingga satqansa. Yeli mikri to'liq munofiq. Xudoyim jazoni ber. Bir pay o'qi nisib bo'lasa. Voy, Izzat. Suma nima uchun meni yo'qlab kirmaydi? U bilmamdikini yoki Go'ndupayla kirgil qo'ydimi? Xolmat taqqa tuqqu xiyollarni qilib turgan mush paytda Suma yig'lab turib dadisi bilan takallashmoqda edi. Bo'lmaydi. Men seni deb ajdodlarimizning kelayotgan an'ana, qoida, nizom, diniy rasmiyatlarni buzamdim. Tanqo'jayin ustalga paqildatib o'di. Tegi takdi, millati, vatanning tayini yo'q bir sayoqqa tegiman devatqinni qara. U jingo'liq tursa, adikine, anlamagan, bilmagan bir millatning ismini davassa. Tanqo'jayinning birdilli kayfi o'rlab qoldi. Aql ho'shi joyida odam bo'lsa, xo birodarga oldinib, uning qurboniga aylanibdi. Chiqaberadi. Agar uning nazirga otib qoniqsiz, Sumami varqiradi. Oldimizda o'lib berma. Ey, men seni deb ajdodlarimga xoinlik qilmayman. Uxar ko'zimda. Suma ün selib yig'ilg'inicha chiqib ketdi. U Gündupaylarning to'sqiniga qaramay Gündixonga kirdi. Temir to'siq shadollarga esilib asabiylarcha varqiradi. Men qanday qilay? Seni qutqizolmaydigan bo'ldim. Xolmat. Xolmat so'linib 3-kuni yalang'ochlanib bog'landi. Faqat oldi bilan orqasiga avrat purish tortilib, avtomat chiniga 2 qurolliq, qilichlarini yalang'ochlagan 2 jallod uni yolab sirtib chiqdi. Gündixondan chiqishi
uningga yana bir suv kalasimi ketirdi. Xolmat kalaga qarab, "Manga qaraganda sen chuqum ta'laylik" deganni ko'ngildan o'tkazdi. Demisimi, biror million pulni akilib, Xolmatdek bir egisiz sayoqni qutqizadigan ahmoq fidokor chiqmish kerak. Tang jamiyatining oti bova, ajdodiga otigan nazari Lung jamiyatining o'tkazgan nazirdan katta va hayvatlikdek qiladi. Yo'llar, o'rmonlar, uy bino atroflarida qo'yuq is ko'tarilayotgan shadda isiriqdallar ko'p edi. Har xil lotipotlarni pirxon baxshilar badallarga chigib olmay, balki dal-daraxt, chatqonlar ustunlaridami qizil, yeshil, seriq, oq degandek har xil shalpar. Tug' alamlar eshiq turadi. Dopu-dumbaq, xilma-xil bambuk sazlar bir xil ohangda g'ingshib, bambuk tayoqlar shaqildab kelinmoqda edi. O'lik siyoqiga kelib qolgan Xolmat o'zi chepildigan maydonga kelib to'xtadi. Ikki jallod uning yalang'och badaniga horoq chechib, paklamoqda edi. Butun o'rmon yalang'lik va chatqonliklar olmon bilan to'lgan edi. Xolmat garchi tirik murdaga aylanib qolgan. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh degan durud kalvorlashib qolgan ig'izdan oralli chiqadi. Shundaqdimi iymon etishni davom qiladi. Uning ikki qo'ltig'idan ikki qurolliq yo'lab turadi. Birdilla nazir boshqaruvchi oqsoqol tayyorlan deb o'llik var qarashi. Qayoqdandir yugurib kelgan soma qalin o't cho'plarga putlashganicha yiqilib qo'pib etilib keldi-da. Xolmatni quchoqlab oldi. Olmon orasida shov-shuv ko'tarildi. Tang xo'jayin qo'llarini shiltib, "Opirib so'raytinglar" deyishi bir necha omonlikni qo'dg'ichi uni dash ko'tarib ep ketdi. Ikki jallod qilichlarining ikkili yuziga haroq purkan, orqadan oppoq lo'ngida surtib pakladi. Ular nazir boshqaruvchining og'ziga qarab turadi. Mana shu daqiqada Tang xo'jayinning yon telefoni sayrab ketdi. Ondan u atrofidagi mo'yspet, mushbarlarga nimalardir dedi. Ularning chiroylarida qandoqdir yaxshilikdan derak beradigan tabassum jilvalandi. Nazir boshqaruvchi oqsoqol Xolmatni chepishqa bir qo'lini egiz ko'tarib balgi bagash. Tang xo'jayinga qarashi. U qo'lida qandoqdir bir ishora qildi. O'zlarining maxfiy parolini obdan tushundigan oqsoqol qo'liga kanayni oldi-da, Olmonga qarab jori soldi. "Hozir Xo'ja birodar Tang qo'yilib kirib bo'ldi." Ömür ilahi qutqizib olgan bu odamni tabriklab Olmon orasida qiqos cho'qon ko'tarildi. Ammo Xolmat o'rniga yiqildi. Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.